Bo'yi o'smay qolgan erkak titanga surtib bo'yini o'stiraman deb o'ylagandi, lekin nimadir xato ketdi va u dahshatli maxluqqa aylandi. Agar ismingiz keyingi videoda chiqishini xohlasangiz, hoziroq kommentariyada yozib qoldiring. Video boshlanishidan oldin like bosib, obuna tugmasini ham bir urib, telefonning ekranini sindirib qo'yishni ham unutmang. Men esa videoni boshlayman. Kechqurun jurnalist Melvinning yoniga FNTB, ya'ni butun internetda Feruza Normatovani to'yini qilyapmiz kompaniyasining xodimi Sanobar keladi. U kompaniya chiqindilari atrof muhitni zaharlab, hayvonlarda mutatsiya va odamlar orasida kasalliklarni keltirib chiqarganini aytadi va ular bu jinoyatni birgalikda fosh qilmoqchi. Ammo binoni FNTB yollagan yollanmalar to'dasi o'rab oladi. Melvin Sanobarni qochishga majbur qiladi, o'zi esa ularni chalg'itmoqda. Qiz qochish paytida qo'lidagi dalillar to'plangan fleshkani sindirib qo'yadi. Melvin esa bekordan bekorga o'q otish oqibatida halok bo'ldi. Ertasi kuni kompaniyaning oddiy ishchisi 05 Kola Mardon uyg'onadi. U xotinidan ayrilgan va o'gay o'g'li Behzodga g'amxo'rlik qilmoqda. Ammo ular orasida iliqlik yo'q, chunki ular ota-bolaga emas, aka-ukaga o'xshaydi. Mardon FNTB zavodida qorovul bo'lib ishlaydi. Zavodda esa sirli hodisalar ko'p, ammo u aralashmaydi ekan. Shifokorga borganda uning miyasida saraton kasalligi borligini va atiga 1 yil umri qolganini aytishadi. Bu orada FNTB rahbari Robert kompaniyasi haqida chiqqan jinoyatlar haqidagi xabarlardan obro'sidan ayrilmoqda. Ukasi Fritz esa nogiron bo'lishiga qaramasdan yollama to'dani boshqarar ekan. U Sanobarni topib yo'q qilish buyrug'ini oldi. To'da qizning uyiga bostirib kirib, hamma narsani ko'ziga tiqadi, ammo uning o'zini topa olishmaydi. Maktabda Bekki iste'dodlar tanlovida o'z iste'dodini ko'rsatdi. Uning mahorati esa ovoz chiqarmay o'sirishda ekan. Otasi uni yupatishga harakat qiladi, ammo foydasi yo'q. Tibbiy hujjatlarni yashirib, u ichkilik ichgani chiqib ketadi. Shu payt Robert tadbirda jinoiy sheriklari tomonidan bosim ostida qolmoqda. U muammolarni yashirishga urinayotgan bir paytda zalga yashirincha Mardon kirib keladi. U o'limi oldidan kompaniya boshlig'i Robertdan sug'urta pulini talab qilmoqda, o'g'liga meros qoldirish uchun. Robert yordam berishini va'da qiladi, lekin yordamchisi Kissi uni xuddi yosh boladek aldab tashqariga chiqarib eshikni yopib oldi va ichkarida uning ustidan yarim litr deb kulayotganini eshitgan Mardon asabiylashib kompaniyaga yo'l oldi. Bu paytda Sanobar ham yashirincha kompaniyaga kirib, xavfsizlik tizimini buzmoqda. Mardon esa qandaydir radioaktiv suyuqlikka botgan supurgi bilan qorovulni qo'rqitib, kompaniya pullarini o'marmoqchi. Ammo yo'lda to'satdan Sanobarga urilib yiqilib tushadi va qiz shu stirlik qilib qochib ketdi. To'da esa Mardonni o'q bilan otib o'ldiradi va jasadini radioaktiv suyuqlikka tashlab yuborishadi. Shu joyda pauza qilib, videoga like bosib qo'ying. O'zim uchun so'rayotganim yo'q, yangi videolar ko'proq chiqishi uchun so'rayapman. Like'lar soni ko'p bo'lsa, yangi videolar soni ham ko'payadi va video qanchalik qiziqarli bo'lishi ham bosgan likeingizga bog'liq. Like'lar uchun oldindan rahmat. Pakani o'ldiraysizmi? Yo'q, u qandaydir yashil maxluqqa aylandi. Uyiga borganda esa Bekki uni ko'rib qo'rqqanidan suyuqqina qilib chichib qo'ydi va vahimaga tushib unga narsa uloqtiradi. Mardon esa pastga qulab tushdi. Uni ko'rgan odamlar unga qarata o'q uzadi, ammo o'qlar bu maxluqqa ta'sir qilmas ekan. Ertasi kuni Tohir Shikshiki Baba ismli odamning lagerida uyg'onadi. Tohir undan qo'rqmaydi, aksincha u bilan ulfat bo'lib, elik-elik urmoqchi. Bu paytda Bekki televizorda yangiliklarni ko'rib, maxluq aslida uning otasi ekanini tushunadi. Shaharda kalbasaxo'rlar degan jinoyatchi guruh restoranni bosib olishdi va pullarni o'marmoqchi. Mardon esa qo'lida o'sha supurgi bilan ichkariga kirib, bezorlarni hammasini urib o'ldirib, garovdagilarni qutqaradi va odamlar uni qasoskor, xalq bilan Natashaning bolasi deb atamoqda. Mardon endi hammaga yoqa boshlaydi va endi u shahar qahramoni, pakana qasoskor. Odamlar u bilan selfie olishadi, lekin muammo shundaki, u hojatga chiqqanda siydigi kislatali ekan. Robert Sanobar qochganidan va pakana qasoskor mashhur bo'lib ketganidan g'azabda. U Mardon bilan o'sha mutatsiyalangan jonzot bir odamligini aniqlaydi. Olimlar bu holat toksik chiqindi va noyob genetik belgi aralashmasidan bo'lganini aytishadi. Robert mutatsiyani qayta yaratmoqchi, ammo buning uchun Mardonni qo'lga olish kerak.
Sanobar Mardonning uyiga borib o'g'liga otasiga aslida nima bo'lganini aytib bermoqda va qotillar ularning izidan ergashib shu uyga ham hujum qilishadi. Sanobar bilan Bezod orqasiga qaramay qochmoqda va yo'lda ular Mardonga duch kelishadi va u o'g'liga saratonga chalinganini aytib beradi. Shu payt yollanmalar keladi. Bezod bilan Sanobar qochib ketdi. Mardon esa qahramonlik ko'rsataman deb ularga qarshi urushmoqda, ammo kuchi yetmaydi. Keyinroq pana joyda u yaralari bitmayotganini ko'radi, lekin u tirik qoldi. Birozdan so'ng Mardon Sanobarni yaralangan holda topdi va unga o'z qonini quydi va ko'rib turganingizdek Sanobar sassiqqa ham jon kiradi. Ayni paytda Bezod Fritz tomonidan asirga olingan, chunki ularga uning maxluq otasi kerak. Keyinroq Mardon konsertga kirib sahnada chiqish qiladi. Tomoshabinlar esa uni qahramon deb atamoqda. Lekin bu qo'shiqchilarning yollanma qotillar ekanini va FNTBni aslida odamlarni qirish uchun viruslar o'ylab topayotganini fosh qiladi. Guruh unga hujum qiladi, lekin Mardon ularni shafqatsizlarcha o'ldiradi. Odamlar esa endi u qahramonmi yoki pakana maxluq bila olishmayapti. Mardon o'g'lini topish uchun Sanobar bilan Robertning qarorgohiga boradi. U ko'zini sug'urib, durbin qilib ishlata olar ekan va ikkita qo'riqchi borligini aniqlaydi. Qorovay Sanobar ularga do'minilik kelayotganda, qiz ko'rmagan qo'riqchilar hayajondan bir-birini otib o'ldirib qo'yishadi. Shu payt Robertning haykali uxlatadigan gazlarni purkashni boshlaydi va ular hushidan ketishadi. Uyg'onganda laboratoriyaga zanjir bilan bog'langan olimlar Mardonning qonidan namunalar olib Robert uchun zardob tayyorlamoqda va ular bir necha soat deganda zardob yaratdi. Robert bu xavfli ekaniga qaramay zardobni ichib yubordi va avvaliga hech qanday o'zgarish sezilmaydi, lekin u tez orada dahshatli maxluqqa aylanadi va odamlarni shafqatsizlarcha o'ldiradi. Kessi ham zardobni ichib yalmog'izga aylanmoqchi, ammo ichida faqat bir qitiragina qolgan ekan. Robert o'zini yomon his qila boshlaydi, chunki zardob hali barqaror sinovdan o'tmagan edi. Kessi olimlarga baqirib, asirlarni ota-boladan tortib qizni ham o'ldirishga buyuradi, lekin Fritz bunga qarshi chiqdi. Chunki u begunoh bolani o'ldirmoqchi emas va Kessi uni urishni boshlaydi. Zindonda Sanobar tez orada o'lishlarini tushunib, Mardonga motivatsiya bermoqda. Bu motivatsiyani eshitgan Mardon zanjirni uzolmaydi, lekin siydagi kislot ekanini eslab zanjirga siyadi va qutuladi. Qiz esa buni ko'rib, boyagi gapimni qaytarib oldim deydi. Sanobar kompyuterlardan dalil yig'moqda, Mardon esa eshikni sindirib chiqdi va supurgisi bilan qo'riqchilarni o'ldirmoqda. Ammo to'satdan uyda portlash bo'ladi va Mardon o'g'lini o'ldi deb o'ylashni boshlaydi. To'satdan Robert bolta bilan chiqib, Mardon bilan jang qilishni boshlaydi va oxir-oqibat bizning pakana qasoskor g'olib chiqdi va Robertni mashina motori yordamida qiyma-qiyma qilib tashlaydi. Shu orada Sanobar bilan Bezod paydo bo'ladi. Ma'lum bo'lishicha, ular yashirin tunnel orqali portlashdan omon qolgan ekan, lekin bu vaqtinchalik va Kessi paydo bo'lib, avval Fritzni tomog'idan kesib o'ldiradi, keyin esa ularni o'ldirishga harakat qilmoqda. Mardonga u kampirmi, yalmog'izmi, umuman farqi yo'q, teshik bo'lsa bo'ldi va jonim bu yoqqa kel deb o'zi bilan olib ketmoqda va 1-2 sakratsam o'zingga kelib qolasan deb. Ammo qoqilib benzin to'la bochkaning ustiga yiqilib tushadi va katta portlash bo'lib, Kessi halok bo'ladi. Oradan 28 kun o'tib, Mardon kasalxonada uyg'onadi. Televizorda esa yangiliklar. Ma'lum bo'lishicha, Sanobar FNTB kompaniyasini fosh qilib, barcha dalillarni oshkor qilgan. Hatto mer va ayrim politsiyachilar ham bu ishga aralashgan. Shundan so'ng shifokor Mardonga mutatsiyaning saratonini butunlay davolaganini aytadi va xalq bilan Natashadan tarqagan tirik qoldi. Mardon kasalxonadan chiqqanda odamlar u va Sanobarni qahramon sifatida kutib olishmoqda. Bezod esa birinchi marta uni quchoqlaydi va faxrlanadi pizukcha. Shu orada ma'lum bo'ldiki, Fritz ham bo'yni kesilishiga qaramasdan tirik qolgan ekan, lekin u kuzatuv ostida va Sanobar uzoqdan Mardon bilan xayrlashib, hamma uy-uyiga, tepa to'yiga tarqalishadi. Ana Titangel bilan o'stiraman deb o'ylamanglar, baribir o'smaydi ekan. Bo'yday teppan bo'ydi. Film va video haqida o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Paka-paka.